Titullar bor akkauntlarning naqshidir, titullar bor bir-biridan yaxshidir degan ekan Shohdebod degan bitta zo'r odam. Xullas, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Shohdebod. Juda ham ko'pchilik aka dastajeniya bo'yicha video chiqaring deyishganda, sizlarga bonus sifatida bitta dastajeniya va ana shuning orqasidan ikkita titul olishni o'rgatib o'taman. Bu titul juda ham kam odamda bor. Uncha-munchasi bu titullar yo'q. Hattoki meni o'zimda ham bu titullar yo'q. Video foydali bo'lgan, ko'proq odam ko'rishi kerak. Bitta erimasdan like bosing. Qani bu videoga qancha like yig'ilar ekan, menga juda ham qiziq va kommentga o'zingizning fikringizni yozib qoldiring yoki qanaqa dastajeniyada qiynalyapsiz. Va biz 80 mingtaga ozgina qoldik. Obuna ham esdan chiqmasin. Inshaalloh 100 mingtani ham birga qarshi olamiz. Kimga ishonchli 100 yoki PP kerak bo'lsa, bemalol bizni olishingiz mumkin. Men ortiqcha maqtamayman, servislarimni juda ham ko'pchilik bilishadi. Qanaqa ishlaymiz, qanaqa ishonchli ishlaymiz, hammasi o'zingizlar bilasizlar. Silkalar esa opisiyaniyada bo'ladi. Bo'lmasam biz videoga qaytamiz. Birinchi o'rinda mana shu yerdan jamoadoshlar degan joyni bosishimiz kerak. Bosganimizdan keyin bizda mana shunaqangi joy chiqadi. Bu yerda siz komanda tanlashingiz mumkin, lekin bizga bu joy kerak emas. Bizga eng pastdagi mana shu joy kerak bo'ladi. Tepada mashq lageri degan joy bor. Bu tomonga o'tish uchun siz rangingiz astan past bo'lishi kerak. Eng yaxshi tanlov bu sezonni boshida bajargan osonroq bo'ladi. Bu yerda bironta odam tanlab o'ynab ketishingiz mumkin. O'zi tanlaysiz odamni. Agar sizda undan yuqori bo'lsa o'ta olmaysiz va pastdagi sariq tugma bor. Ana shu sariq tugmani bosishingiz kerak bo'ladi. Bu sariq tugmani bosgandan keyin qidiruv bo'ladi va sizda kimdir chaqiradi va birga o'ynashingiz kerak bo'ladi. Bosgandan keyin qanchadir vaqtlarda sizga chaqiradi, lekin ko'p vaqt kutib qolasiz, kutmang. Shunchaki mana shu yoqib qo'ying kirgan vaqtingizda va o'ynab ketavering. Qachondir siz chaqirib qoladi, bemalol o'ynasangiz bo'ladi va sezon yangilangandan keyin esa bu tomonga o'tib, xohlagan odam chaqirib o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda duo yoki skvat, qaysi karta o'ynash kerak tanlashingiz mumkin bo'ladi. Qaysi rejimda rang ko'tarmayotgan bo'lsangiz, shuni tanlashingizni maslahat beraman, sababini esa hozir bilib olasizlar. Kimdir sizni chaqirganda xuddi mana shunaqangi ko'rinishda chaqirish bo'ladi va sariq tugmani bosasiz va bosgandan keyin esa bu yerga qo'shiladi. Bundan oldin bu bilan o'ynaganman, chunki sirazi chaqirgan vaqtda DVD zapisda yo'q olmadimmi va o'yinda boshladik. Men duoni tanladim, sababi esa skvatda kd ko'taryapman, rang ko'taryapman. Bunda o'ynab odam o'ldirmaysiz. O'yinda tushasiz, sirazi o'lasiz, chiqasiz. Shunda tezroq bajarish mumkin bo'ladi. Va shiringiz sizga xuddi mana shunaqangi ko'rinishda ko'rinadi. Bu tepada yozib o'tiradi 1 2 deb. Samolyotga chiqqandan keyin siz birinchi o'rinda sakrashingiz kerak va samolyotga qarama-qarshi bo'lgan tomonga uchamiz, ya'ni yerga tushmasdan o'lib ketishimiz kerak bo'ladi. Odam o'ldirib, to'p ursangiz ham bo'ladi, lekin siz ko'proq vaqt ketkazib qo'yasiz. Bu bo'lmaydi. Eng zo'ri mana shunaqangi variant. Xuddi menga o'xshab bu ham missiya bajaryapti, shuning uchun bu ham zonaga men bilan birga ketyapti. Mana biz o'yinni tugatdik. Tezda bu reyting o'ynaladi. Reytingsiz o'ynab bo'lmaydi. Shuning uchun duo o'qiganman va bu yerdan chiqamiz. Chiqqandan keyin esa yana o'sha odam bilan qaytadan o'ynashsa bo'ladi. Sizni chaqiradi, siz uni chaqirishingiz mumkin bo'ladi. Va chiqqandan keyin обязательно mana qanday 5 yulduzlar bosib qo'ying. Sababi bu narsa ikkinchi titulga yordam beradi. Buni esa oxirida aytib o'taman. Undan oldin esa dastajeniya hisoblayaptimi yo'qmi ko'rib olamizda. Xuddi o'sha dastajeniya qayerda edi? Undamidi? Yo'q, bunda ham emas ekan. Bu yerda hammas, bu yerda hammasmikan? Ham. Yo'q, yana topganimda boshlanib ketib qoldi.
Mana biz yana samolyotga chiqdik va sразу yana boyagidek qarama-qarshi tomonga uchib ketyapmiz. Shu tarzda siz bir kunda 50 ta 60 ta o'ynab qo'ysangiz ham bir haftada bemalol bajarsangiz bo'ladi. Boya aytganimdek, bu titulni uncha odam olmagan, chunki ko'pchilik bilmaydi va bilganlar ham sabr etmaydi buni olishga. Ko'ryapsiz, video foydali bo'lyapti, lekin siz haligacha like bosmagansiz, obunani-ku aytmasa ham bo'ladi. Uchun dirs obuna like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mana biz o'ldik, endi yana o'yinni tugatib lobbiga qaytamiz. Mana xuddi boyagida yana bizda 5 yulduzcha qo'yamiz, ko'ramiz, yana chaqirdim yo'qmi? Mana qaytadan ham meni chaqirdi. Hozir esa o'sha dastajeni ko'rib olamiz, hisoblayaptim yo'qmi? Xo'sh. Bu mana bu dastajeniya bo'ladi. Menda hozir 96 ta bo'lgan ekan va buni 300 ta qilsam menga titulni berar ekan. Hozir bitta bajarib chiqqandan keyin 97 ta bo'ladimi yo'qmi? O'zingiz ko'rib olasiz. Mana biz lavani ustiga tushganmiz. Ko'ringizlar, lava. Voh, gap yo'q. Masuka, o'ldik mana. Endi esa chiqamizda ko'ramiz, bizda 97 ta bo'ldimi yo'qmi? Tekshiramiz va buni iloji boricha kunduzda bajarishga harakat qilmang, kechasi qiling, chunki kunduz juda ham match boshlanishi qiyin bo'ldi. Odam topsangiz ham match boshlanishi juda ham qiyin bo'lyapti. Odam kam bo'lgani uchun kechasi qilsangiz kutib qolmaysiz. Hozir yana chaqiryapti va sherikka men yana like bosdim va ko'ramiz hozir uni. Xo'sh, mana ko'rishlar mumkin 97 ta bo'ldi bizda. Hozir 100 ta qilib qo'yaman. Endi esa men sizlarga ikkinchi titulni qanday olish mumkinligini aytib o'taman. Xuddi boyagi joyga kirganda mana bu yerda sariq narsa turibdi. Bu yerda o'sha sherigim menga xuddi menga o'xshab yulduzlar bilan ijobiy baholar qo'ygan. Mana shu orqali sizga anchagina AG'lar va serebrolar ham beradi va pastda 59 yozuv turibdi. Ko'rishlar mumkin. Mana shu yozuv 150 ga borsa titulni sizga beradi. Bu titul unchasi yo'q. Unchasi O'zbekistonda sanoqli odamda bu titullar bor. Endi bularni olamiz. Endi buni qanday ko'paytiramiz deganda, shu o'ynaganingizda bir-birlariga baho qo'yib, shu yulduzcha bosalaring, shu ijobiy baholar mashqlar soni degan narsa bor. Bu yerda shunaqangi bir-birlariga baho qo'ysalaring, bu narsa ko'tarilib boraveradi. O'ylaymanki, video sizga manfaatli bo'ldi. Ketkizgan vaqtingizga arzigulik, foydali ma'lumot oldingiz degan umiddaman. Sizlar bilan Shohdiyobod bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.